Mana 4 yoshar bola kuyib qo'ygan. Qaynagan suv quyilib ketgan qo'liga. Mana Arafa kuni kuyib qo'yganda biz buni Cordyceps Hitazan, Levomyculga Hitazanni hozir aralashtirib yana surtamiz. Surtyapmiz o'zi. Surtamiz, qani ko'ramiz natijasini. Tuzalgandan keyin alohida rasmini tashlaymiz buni. Shu Hitazan Cordyceps ichyapti. Детский kalsiy sink ichyapti. Ishqilib shiramsiz bitsin. Natijasini albatta tashlaymiz. Mana bolajonning rasmini ko'rib olinglar. Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Mansurjonni kuyib qolganligi haqida video chiqargandim. Mana uni o'sha kuyib qolgan qo'lini ko'rsatmoqchiman mana sizlarga. Xudoga shukr, nimasiz bitdi. Shiram-piram bo'lgani yo'q. Mana bu tomonda ham ozgina o'zining rangiga kelib qoldi qo'li. O'zining rangiga keldi. Kelyapti sekin-sekin. Hitazan Cordyceps детский kalsiy sink. Rozigul opaga rahmat. Ayt. Rozigul opaga rahmat. Sog' bo'ling doktor. Sog' bo'ling doktor. Xo'p. Xo'p.